Akramboy aka, endi mana uyingizda Xudo xolasa qushlarni ko'rib chiqdik, Xudo xolasa. Mana bu daftarlar to'g'risida ham bir tushuncha berib o'tsangiz ishqibozlarga aka. Hop, ko'rib turganingizdek, bu model uchun ajratilgan daftarlar. Mana bittasini misol qilib ko'rsatamiz. Ya'ni Oqtoyga qizil uchun yuritilgan. Mana bu ko'rib turganlaringiz hammasi o'sha bor model, ko'rgan modellaringiz uchun har bitta Paraflaxonangizdagi yiligacha, даже rangigacha yozilgan. Mana ko'rib turganingizdek Oqtoy qizil deb yozib qo'ygan ismi bilan. Har bittasiga отдельно shunaqa daftar turadi. Endi mana qarangda, bu yerda mana ishlagan, ya'ni tuxum ochib, tuxum qo'shilgan joylari mana ko'rib turganingizdek mana kamilka. Bu qushimizning modani nomi mana kim bilan parovka bo'lgan, ya'ni qo'shilgan. Oqtoy mana bu sanalari to'g'rimi? qo'ygan sanasi tuxumni, ochgan sanasi. Endi mana yana bularga endi chiqqan zurriyotligi mana ko'rib turganingizdek mana kalsiyolar. Mana qarang. O'zimizning maxsus klub kalsiyosi. Mana raqam ketyapti bu yerda. Даже mana chiqqan jo'ja nar bo'ladimi, moda bo'ladimi, bularga xuddi mana shunaqa kalsiyolar taqiladi. Mana ko'rib turganingizdek mana yozib qo'yganmiz. 61 raqamli kalsiyo taqildi, ya'ni nar chiqdi, rangi sariq. Endi Alibek bu yerda nimaga bu narsa ochilganki, o'zimizning klub a'zolari kimgadir ulashamiz, o'zimizning klub a'zolariga va boshqa qilamiz. Maqsad o'shaning uchun ochilgan. Undan tashqari ko'rib turganingizdek kompyuterga kirgizamiz. Ha, yo'q, Agar yo'q, oka ochib ko'rsating, tanishtiring siz. Ishonamiz aka. Video ko'tarib ketib qoladi Akramboy aka. Biz misol uchun endi qisqacha qilib aytaman. Bu ham misol uchun mana list to'g'risida ham tushuntiring. Bu sizda daftar tushundim. Ya'ni jurnal sifatida model aka asosiy birinchi yozib olishingiz uchun отдельно har bittasini daftarini tushundim. Endi mana bunga keyinchalik ko'chirasiz. Nomma-nom, qaysi qondan, to'g'rimi? Xuddi shuni bunga shuni taxlab borasiz. Bular ham yo'qolib ketmasin deb Excel variantda notebookga ham yuklab borasiz, fleshkaga olib qo'yasiz. Yana 4-varianti bor. Fleshka varianti. Mashaalloh. Endi ozgincha hazil aralashtiramiz endi haligi kalitni olib ichiga yutib yuborgandan keyin budruk bu yo'qolsa bu turibdi. Bu o'chib ketadigan bo'lsa fleshka turibdi. Xudo xolasa bular hammasi kak etadigan bo'lsak tarix bir-biriga ulanadi. Inshaalloh. Biz o'zimizning mehribon qush ishqibozlariga ulashamiz. Bularga o'sha haligi namuna bo'lish uchun mana yuritiladigan ko'rib turganingizdek. Rahmat Akramboy aka, yashang. Ma'lumotlar Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat Akramboy aka. Yana o'tadigan joyimiz u sizga misol tushuntirish hojati yo'q. O'zingiz ya'ni ochirgansiz, ko'paytirgansiz, bular hammasi qanaqa? Qon, zot, yana Afsanchi Napiyev, to'g'rimi? Afsanchi Napiyev qushlari. Mashaalloh. Boshlaganda men nima qildim Alibek? Ikkitadan boshladim. Gap yo'q. Sekin qiziqishim uyg'ondi. 2 yil bo'ldi aka. Xudo xolasa 2 yil 1 oy to'la-to'kis bo'ldi. Mashaalloh. Qiziqishimga avvalambor hammasi maqtash emas, sizni maslahatingiz bilan, Xudo xolasa hammamiz tavsiyalaringiz bilan Afsanchi Napiyevdagi barcha ustozlarning anaqasiga Xudo xolasa sharofatiga inshaalloh shunchalik qushlarimizni hamjihatligimiz doimiy bo'lsin. Amin. Qush ulashimiz, qushlarimizga Alloh o'zi baraka bersin. Yaxshi qush ishqibozlarimiz ko'payaversin. Amin. Aytganingiz kelsin. Rahmat Akramboy aka.